Assalomu alaykum qadrli do'stlar, aka-ukalar, aka-singillar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bizni kuzatib borayotganlar, bitta like qizartirib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qiziq videolar sizlar uchun. Bilgan bilmagan sirlarni, bo'layotgan jarayonlarni o'rgatib boramiz. Qo'ziqorinlarni. Mana, xudo xolasa, qo'ziqorinlarimiz o'zgarishlari yaxshi. Natijalar bo'lyapti. G'o'za po'chaqlarga ham ekib oldik. Oqarishlari yaxshi. Mana. G'o'za po'chaqlar yaxshi oqaryapti. Gradusligimiz cheka. Mana 20 gradus turibdi xonani harorati. Ventilyatsiyalarni yoqib qo'yganmiz. Shomodalar beryapti, toza havo berilyapti. Qo'ziqorinlarga. Yon atroflarni penaplex bilan o'rab chiqqanmiz. Issiq sovuqni o'tkazmaslik uchun. Sekin hamma yoqdan qo'ziqorinlar chiqishni boshlayapti. Akalar mana yorib chiqishlardi. Mana betadan chiqyapti. Betlardan yorib chiqyapti mana. Hamma nimalarimiz o'zi reaksiya effekt beryapti. Qo'ziqorinlar chiqishni boshlayapti. To'rt kunda xudo xolasa qo'ziqorinlar ham ancha yetilib boradi. Bu qatorimizda yo'q ekan. Betlardan chiqishni boshlayapti. Suratlarimiz. Betlardan mana qo'ziqorinlarimiz. O'zgarish yaxshi ancha. Xudoga shukr. Mana betlarni. Kuzatib borayotganlar, obuna bo'lasizlar. Videolarni ulashib qo'yasizlar. Yanada qiziq videolarni, kundalik videolar qo'yib boraveramiz. Kecha video qilolmadik. Mana. Kecha video qilolmadik. Betlarni. Shunga bugun video qilib, soat sayin o'syapti bular. Mana qo'ziqorinlar. Qoplarni yorib chiqishni boshladi o'zi. Kesilgan joylaridan chiqyapti. Mana bu yerdagilar. Ochilishni boshlayapti, sekin nimalarni ochiryapti. Xursandmiz shunga ham. Shunchalik chiqqaniga Allohga beadad shukr. Mana bog'larida. Mana bog'lari bilan o'zgarishni boshlagan. Qoplar yorib chiqishni boshlagan, qoplardan. Mana. Ventilyatsiyalar ishlayapti, buni qotlardan toza havolar kelyapti, shobodalar. Videolar yoqqan bo'lsa like bosib, ulashib qo'yasizlar aka-ukalar. Effektlar yaxshi. Ana g'o'za po'chaqlarga, nimalarga ekkanlarimizda mana o'zi oqarishni boshlagan mana. Urug'lar. Bular sho'rxa. Bular hammasi sho'rxa. 250 qop sho'rxa bo'lgan. Buni paketchalarda 250 ta sho'rxa bo'lgan. 50 tasi shunaqangi g'o'za po'chaq, yana mayda chuyda boshqa narsalarga ekilgan.
Videolar yoqqanmisa like bosaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar sotadiganlar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 90 507 34 35. Salomat bo'lasizlar. Hammaga rahmat.